Demak, hammaga assalomu alaykum deb qolaman, qadrli do'stlar. Bugungi darsligimizni mana bismillah deb boshlab olamiz. Bugungi darsimiz nimadan iborat bo'ladi? Ya'ni After Effects'da hali umuman tushunmaydigan, ko'rmagan, bilmaydigan, nima qiziqqanu lekin bir marta ham hali ko'rib, qanaqa ishlashini bilmaydigan insonlar uchun va keyinchalik shu After Effects'da o'zini bilimlarini oshirib bormoqchi bo'lganlar uchun asosiy ba'zi va kerakli maslahatlarni berib borishga harakat qilaman. Bugungi birinchi darsimiz After Effects panellari bilan tanishish bo'ladi. Demak, mana bu sizlar ekranda ko'rib turgan After Effects panellari bo'ladi. After Effects panellari ko'rinishi qo'rqinchli bo'lgani bilan ishlash juda ham oson. Bu yerda masalan mana hozir New Composition degan joydan proyektlarni yaratadigan joy. Bu foto proyektlarni yaratadigan joy. Tugmalarda xullas bossangiz, mana ustiga bossak, xudo xolisa mana bularni keyingi darsda ko'ramiz. Xullas sekin-sekin shunaqa qilib o'zim bilganlarimni ozgina sizlarga ham ulashib, tushuntirib ketmoqchiman. Bu darsliklarni qilishimning sababi chunki men o'zim ham boshlashimda, men hali o'zi boshlaganimga ko'p bo'lmadi. Men ham hali yangiman, lekin o'zim bilgan ma'lumotlarni menga o'xshagan qidirib shu sohaga qiziqqan odamlarga foydasi tegadi degan umidda shu videorolikka qo'yib borishlikni o'zim uchun maqsad qildim. Xudo xolasa sizlarga foydasi tegsa juda ham xursand bo'laman. Demak, bu yerda tanishadigan bo'lsak panellar bilan, bu yerda asosiy biz yaratadigan mana mishkam sichqoncha qimirlab turgan joy. Biz yaratadigan kompozitsiya joyimiz. Mana bu joyda kerakli fayllarni shu yerga tashlab olamiz. Video bo'ladimi, yoki bu narsa audiomi yoki fotomi. Mana bu panelda bo'lsa vektor, solid, text. Xullas keyingi darslarda xudo xolasa tushuntirib o'taman hammasini. Shu narsalar bilan ishlanadigan panel. Bu yerda bo'lsa vaqtlarini время misol uchun qatdan kesish kerakligi, videoni qatdan olib tashlash kerak yoki qatga daroshga animatsionniy nimalar qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana shu paneldan foydalaniladi. Bu yerda mana misol uchun yana tepada yozuv, bu yerda keyin asosiysi hammasi ingliz tilida. Ingliz tilini biladiganlar qiynalmaydi, bilmaydiganlar bo'lsa sekin-sekin qarab, darsliga davomida ko'rib, qaytarib ko'rib olsanglar, xudo xolasa bemalol o'zingizlar ham keyinchalik qiynalmasdan ishlata olasizlar. Layer degan joydan masalan effektlar qo'shmoqchi bo'lsanglar, mana bu yerda effekt degan joyga kirib, bu yerda videoni qo'shib turib, xohlagan effektingizni qo'shsangiz bo'ladi. Tekstmi, videomi, 3D mi? Farqi yo'q. Yoki animatsiya, misol uchun animatsiyada ishlatiladigan keylar bor, pluginlar bor har xil. Bularni xudo xolasa keyingi darslarimizda sekin-sekin o'rgatishga harakat qilib boraman. Xullas shu bugungi darsimiz shundan iborat. Unaqa cho'zib o'tirishni xohlamadim. Ozgina qisqacha kerakli ma'lumotlarni berib borishga harakat qilaman. Keyingi darslarimda sizlarni kutib qolaman. Xudo xolasa sekin-sekin After Effects'ni o'rganib olamiz.